black snake that's crawling through the swamp. But my inner serpent has become a man. Yeah, oh, go snake, it's hard to catch. Little changes in nature, my beautiful creature will be fine. Yeah, my beautiful creature. Hayotda qoqilmaslik uchun avvalambor shu hissiyotlarga berilmaslikni maslahat berardim. Avvalo mana shu hissiyot adashishda, tezlik qilishda juda katta rol o'ynaydi. O'sha hissiyotni sal egovlab tursa, aql bilan ushlasa, hammasi inshaalloh joyida bo'ladi, yaxshi bo'lib ketadi. 4 ta farzandim bor, Allohga shukr. Hammasini o'zini qiyinchiliklari bo'ldi bu bolani katta qilish, lekin barimiz to'ladi-da, mana shu bolalarimiz yonimizda bo'lsa hammasi. Barimiz to'la, ahil, inoq. To'g'ri, qaysi oilada nima deydi, talashishlar bo'lmaydi, lekin hammasi baribir ozgina fursatdan keyin joyiga tushib ketadi. Men o'zi hisoblayman, shu asosiy baxt mana shu farzandlarda baribir. Avvalambor er bilan xotin bir-birini tushunish kerak. Bir-biriga yon bosish kerak. Bittasi past kelsa, bittasi baland kelsa, ikkinchi pastroq yoki bunisi baland kelsa, bunisi pastroq yurish kerak. Bir-birini eshitish kerak, gaplashish kerak. Buning uchun baribir dialog degan narsa bor. Mana shu suhbat qilish kerak. Suhbat qilgandan keyin o'sha muammoni bilib, keyin birgalikda muammoni yechimini topsa, menimcha hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'g'lim Qudratulla. Mana shu kunlarga ham yetib keldik. Bu kunlarni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. O'zing yaxshi bilasan bu narsani. O'shaning uchun mana shu hamma narsani ko'rib, bilib, fikr qilib, o'zinglar bundan buyog'iga xato qilmasdan chiroyli, baxtli oila bo'lib yashaysizlar degan umiddaman. Xudo xolasa sizlarga ham Xudo shirindan shakar bolalar beradi, biz navarali bo'lamiz, doda bo'lamiz, Xudo xolasa bularni ham to'yini o'tkazamiz. O'shaning uchun bir-biringlarni hurmat qilib, avvalambor san, chunki sen erkaksan, ayol kishini hurmat qilib, baxtli hayot kechirishinglarni men tilab qolaman. Amin. Yoshlar qo'sha qari, baxtli bo'lsa, o'zidan ko'p.
She's not your red lip doll. She's unbreakable. She's not your red lip doll. Acting helplessly. Moving gracefully. She's unbreakable. Life's the burning sea. Gotta learn it on your own. Under constant scrutiny. The only life I've ever known. Need to break.
birinchi marta uylanayotganim uchun his-hayajon albatta har bitta keyingi kuyovnikiga singari, keyingi kuyov singari his-hayajon bor, lekin unaqa ko'p emas. Chunki juda ko'p qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, do'stlarimiz qarashyapti, yordam berishyapti. Bu sal bo'lsa ham his-hayajonni yechyapti. Lekin umuman olganda his-hayajon bor, yo'q emas. Xo'p, qiz bilan to'g'risini aytsam, biz Yujuda tanishganmiz. Yujuda 2022-yillari oxirlarida konsert berib yurardik o'rtog'imiz Mohir bilan. O'sha konsertda bizga gruppamizga katta kartinka chizib bergan, har bitta gruppamizning a'zosini rasmlari bilan. Meni rasmim o'tda eng kattasi bor edi, o'shandan yaxshi ko'rib qo'yganman. Chunki menga qanaqadir boshqacha e'tibor bo'lgan edi. Odobli, iymonli, aqlli, men bilgan, umuman hayotimda bilgan qizlardan eng aqllisi, eng yaxshisi, eng zo'ri. Juda chiroyli tarbiya ko'rgan ota-onasidan, har bitta gapida, har bitta muomalasida qanaqadir o'zgacha chiroy bor. O'sha ham shu tarafini ham yoqtirib qo'yganman desam bo'ladi. Baxt har bitta kishini har xil tasavvur qiladi, lekin meni tasavvurimdagi baxt bu eng yaqinlarim sog' salomat bo'lishi, eng yaqinlarimda to'qchilik bo'lish va o'zim oilamda ham to'qchilik bo'lib, ham salomat bo'lib, yetarli, hamma narsa yetarli bo'lib, xohlagan payt, xohlagan narsamizni nima deydi, приобрести qilishga sharoit bo'lish men uchun. Честно говоря, у меня очень сейчас напряженное ощущение, потому что я, естественно, первый раз женюсь, да, и во второй, не третий раз. Но у меня очень классное ощущение. Я ждал этот день очень много лет, очень много месяцев, очень много дней, очень много часов, минут и секунд. И вот, наконец-то, этот день наступил, и я очень счастлив, я очень рад, то, что все мои близкие тут, и вся моя семья тут помогает, и то, что мы сейчас тоже к ней пойдем и заберем мою девочку с ее дома и привезем в мой дом. Хорошо, в ней самое главное привлекает, естественно, воспитание. Ее родители, я их очень уважаю, они очень хорошо воспитали ее. Она хороший собеседник, она понимающий человек, она эмпат. И у нас очень много схожестей в характере и в интересах. И ее характер, ну, конечно, не идеальный, у каждого свой характер есть, да, свои бзыки, но, как по мне, у нее очень хороший характер, потому что я сам не очень хороший человек. Xo'p, agar bu videoni mabodo o'sha qachon tayyor bo'lsa ko'rib qolsang, shuni bilginki, u payt o'zi yaxshi yashayotgan bo'lamiz. Скорее всего, chet elga borib kelgan bo'lamiz. Sani xohishlaringni ado etgan bo'lamiz. Asosiysi o'sha payt ham baxtli yashayotgan bo'laylik. U bilasan hamma narsani o'zing, men seni qanaqa yaxshi ko'raman, qanaqa sevaman, qanaqa hurmat qilaman. Asosiysi sevgi yosh bola emasmiz, hurmat birinchi o'rinda. Shuning uchun baxtli bo'lman bilan. Bugun xonadonimizda katta bayram, to'y. Katta o'g'limiz Qudratillani nikoh to'yi bo'ladi, Xudo xolasa. O'shanga juda ham hayajondaman. So'zlarimni ham topolmay qolyapman, to'g'risini aytsam. Juda ham hayajonlanib ketyapman. Qudratilla kichkinaligidan tirishqoq bola edi. Birinchi 2 yoshda olib borganmiz bog'chaga. Olib borganimizda yig'laganida bog'chapasi qo'liga ruchka berib qo'yganda, o'shanda chizishni boshlagan, yozishni boshlab jim bo'lgan. Keyin voy bu o'g'lingiz bir nima deydi, boshqacha ekan, qo'liga qalam bersam birdan yozib chizib ketdi-da, jim bo'ldi. Keyin har kuni shunaqa qiladigan bo'lib, o'sha yoshlikdan o'qishga, bilimga chanqoq bo'lishni boshlaganda, keyin ingliz tiliga berganmiz. Shunaqa qilib maktabni ham, litseyni ham qizil diplomga bitirgan o'g'lim. Bu bilan juda ham faxrlanaman. Qudratilla o'g'lim, sen orzu qilgan, biz orzu qilgan kun ham yetib keldi. Buni juda ham uzoq kutdik desak ham bo'ladi. Rahmatli oying bo'lganlarida juda ham xursand bo'lardilar. Shu kunlarni ko'rmasdan o'tib ketdilar. Alloh rahmat qilsin. Qaynonam rahmatli juda ham yaxshi ko'rardilar.
katta nevaram Qudratillam deb. O'shaning uchun baxtli bo'lgin bolam, nima deyman? Baxtli bo'lgin Mohinur qizim bilan. Ilohim qo'sha qarib rohatinglarni ko'rib yurish nasib qilsin. O'zi tanishibdi Mohinur kelinimiz bilan. O'zlari topishib, gaplashib yurishgan ekan 3-4 yildan beri. O'shanga ona sovchilar kelishar ekan, tez biza bormasak bo'lmaydi deb birdan aytib qoldi-da kelib. Xo'p, o'g'lim sabr qiling, boramiz dedim. Keyin yo'q, qarindoshiga berishar ekan. Ularda shunaqa odat ekanda. Kelinimiz turkman. O'shaning uchun ularda shunaqa odat ekanki, turkmanlar turkmanga berar ekanda qizini. O'shanga tez qaysidir qarindoshiga berib yuborishar ekan deb, hop deb ertasi kuni borganmiz-da. Qaynatam, men, onam 2 mashina bo'lib borganmiz. Bizani qanaqa qabul qilishdi? Boshida mamnaq qarashdi-da, bular kim ekan? Endi meni tasavvurim bo'yicha, balkim ularda boshqachadir. Endi bizga g'alati qarashdi, chunki biz begonamiz ular uchun. Kelganimizda yaxshi kutib olishdi-yu, lekin endi bizda adamiz hammasini hal qiladilar. Biz nima deydi? Odatlarimizga ko'ra o'zimizning millatimizga turmush qurishga beramiz qizimizni deb aytishdi. Keyin endi o'g'limiz yaxshi ko'rib, sevibdi deb endi aytib keldik hammasini. Keyin o'ylab ko'ramiz, adamizdan so'rashimiz kerak deb adalari yo'q edi. Mohinurim keyingi safar bordik. Keyingi safar adalari ham bor edi. Keyin bizga qaradilar-da, qaynataman borgandilar. Adam juda ham taniqli aktyorlar, muqimiy teatrda ishlaydilar. Ular zo'r gapirdilar-ki, mana qizimdek bo'lib ketgan, meni ko'rsatdilar. Mana kelinim, o'g'lim o'zi topgan. Biz qarshilik qilmaganmiz. Bizda shunaqa kichkina o'g'lim ham o'zi topgan. Menimcha yaxshi bo'ladi, mana sevib turmush qurgan, boshqacha mana yomon bo'lishgani yo'q deb aytdilar. Keyin ha mayli kattalarimizdan so'rashimiz kerak deb unda ham jo'natishdi. Xullas 4-5 marta borib oxiri rozi bo'lishdi. Bundan juda ham xursandmiz. Kelinimizni adasi rosa urishibdi. Nimaga gaplashasan? Eshitishim bo'yicha, nimaga gaplashasan? Men senga aytganman, hech kim bilan gaplashmagin deb. Nimaga gaplashasan deb urishibdilar, keyin yig'labdi u qiz. Endi biza bu yoqdan Qudratilla mahkam bo'lgin. O'zing yaxshilab qattiq gaplashib turgin Mohinur bilan, aloqani uzmagin. Nima deydi? Xudo xolasa rozi qilamiz deb aytdik-da biz. Keyin xo'jayinim gapirdilar. Biz ham mana sevib turmush qurganmiz, yaxshimiz, Allohga shukr. Buni nimasi yomon, musulmonmiz axir. Nima deydi? Nima bo'pti boshqa millat bo'lsa ham. Mana meni xotinim Navoiylik masalan. Qaynatam mana Turkistonlik, qaynanam rahmatli Qo'qonlik bo'lganlar-da. Mana buni nima deydi? Farqi yo'q. O'shaning uchun keyin oxiri adalari mayli yoshlar baxtli bo'lsin deb aytvordilar, shunaqa deb. Xullas 6 marta borganimizdan keyin rozi bo'lishdi. Albatta, men eng baxtli ayollardan biri. Muhabbat bilan turmush qurib, 4 ta farzandimiz shu muhabbat orqali dunyoga keldi. Allohga ming shukr. Qudratilla, Hasan Husan va Farangiz qizimiz, Guldek qizimiz bor. Allohga ming shukr. Ota-onam, qaynatam borlar. Qarindoshlarimiz, yoru do'stlar, birodarlar hammasi yonimizda. Opa singillarim, hammalar yonimda turishibdi mana. Allohga ming shukr. Baxt bu aslida mana shu erta tongdan ko'zimizni ochishimiz ham bu baxt. Uyg'ondikmi, his qilyapmizmi, ko'ryapmizmi? Bu baxt. Yuragimiz sevgi, muhabbatni his qilmoqdami? Bu baxt. Ota-onamiz yonimizda, farzandlarimiz. Bu hammasi baxt. Men uchun baxt bu mana shu kichkina
kichkina narsadan boshlanadi va mana shu ota-onamiz yonimizdaligi bilan nima deydi, yoru do'stlar hammasi yonimizda. Mana shu katta baxt men uchun. Mana shu yerda o'tirganim ham mana shunaqa qilib bu baxtda sizlarga mana shuna intervyu berib, o'g'limning to'yi bo'lyapti. Bu juda ham katta baxt. Hammaga shunaqa baxt nasib qilsin. Qo'shganimdan qo'sha qaragin bolam. Topgan tutganlaring yaxshi kunlarga bo'lsin. Kelgusi shu yillarda shu xonadondan yaxshi chaqaloqlarning yig'isini eshitdik. Parvardigor hech ikki odam dard ko'rmaylar. Allohu akbar. Qudratulla jiyanim, Mohinur kelinim, sizlarga baxt tilayman, omad tilayman. Yangi hayotga qadam qo'yyapsizlar. O'shanga yangi hayotingizda mazmunli, baxtli kunlaringlar juda ko'p bo'lishini tilab qolaman. Jingalak chochli bir zo'r bo'ladi, Qudrat, hamma yaxshi ko'radi uni. O'sha lagerda birga ishlaganimizda ham juda ijodkor bir anaqa bo'ladi. Men o'ylayman bu ijodkorlik, mana shu nima da kreativniy nimalar shu hayotida ham juda ko'p yordam beradi deb o'ylayman. Hayotiy nimasida. Nima deyman, Qudratullajon? Sizlarga bu kelajakda ko'p farzandlar tilayman Xudodan. Ko'payishib, baxtli, nima edi, namunali oilalardan biri bo'lib yurishinglarni tilayman. Aziz do'stlar, meni ko'rib turgan bo'lsanglar, men hali qalbinglardaman, o'chmas olov bo'lib yonib turibman hali ham. Xullas, bugun 16-kuni jiyanimman. Endi jiyanim o'zi asli, lekin men ukam, men akalik qilganman, o'zim katta qilganman. To'yi, to'g'risini aytsam, kecha yuruvdim, ko'cha-kuyda, ko'tiga tepib, uyga kirdim. Bugun endi sekin o'zi kuyov bo'lib, statniy bo'lib oldimda turibdi. Ko'zimga ishonmayman. Nima tilayman? Hozir hammaga kerak bo'lgan baxt, sihat, salomatlik. Bu videoni ko'rasan hali. Nima desam ekan? Ota-onangning baxtiga sog' salomat bo'l. Kelin bilan qo'sha qari, baxtli bo'l. Xudo xolasa 1 yildan keyin o'tirib mana shunaqa intervyu beraman, qo'limda o'sha chaqaloq bo'ladi. Nasib. Ismini birga qo'yamiz inshaalloh. Ajoyib kun bo'ladi. Unutilmas kun bo'ladi oilamiz uchun. Sen boshlab berasan, Xudo xolasa, keyin bu yog'i sekin ukalaring ketadi. Nasib, hamma yoq zo'r bo'ladi. Charchamanglar, ishlarga rivoj. Xizmatda kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimni pastga qoldirdim, Instagram akkauntim bilan aloqaga chiqinglar. Mana bugun 2025-yil 16-iyul kuni bizni oilamizda eng baxtli kun hisoblanadi. Chunki qizim Mashuraxon, kuyovim Rahmatullohjonning oilalarida katta to'y tantana. Buning sababchisi farzandimiz, meni bosh nevaram Qudratullaning nikoh to'yi. Qudratullaning nikoh to'yi bilan suyukli yoriga, diydoriga yetishgani bilan samimiy tabriklayman. Bu oila nafaqat O'zbekistonimizdagi, balki butun jamiyatimizdagi, dunyodagi eng baxtli, barchaga namuna bo'ladigan oila bo'lishini xohlayman. Nevaram Qudratulla oilasini juda ham asrab avaylashini, qizimiz Mohinurxonni yelkadosh bo'lib hamma vaqt o'shanga tirgak bo'lishini xohlayman. Kelinimiz Mohinurxon ham shunga javoban Qudratullani asrab avaylashini, hurmat izzatini joyiga qo'yishini xohlayman. Mana shu oila eng baxtli oila bo'lishini istayman. Barcha yaxshi tilaklarim shu oilaga. Farzandli bo'lishini xohlayman. Jamiyatimizdagi o'z o'rnini topgan, o'z kasbini ustasi bo'lishini istayman.
yaxshi tilaklarim hammasi ana shu nevaram bilan kelinimga, qizim bilan kuyovimga, mana shu oilada faqat to'ylar ustiga to'ylar bo'lsin. Nasib etsa Hasan Husanlarni, Farangiz xonimni, mana shu oilaning barcha farzandlarini to'ylarini ko'rish hammamizga nasib etsin deyman. Barchaga farzand kamolini, farzand baxtini ko'rish baxti nasib etsin deyman. Assalomu alaykum. Men Qudratillaning eng kichkina xolasi Lolaman. Bugungi bo'layotgan shunaqa chiroyli tadbirimizdan juda ham xursandman. Bu kunni uzoq kutganmiz. Bo'ldi. Qudratulla, Mohkinur kelin bilan Xudo xohlasa baxtli bo'linglar. Bu kunni uzoq kutganmiz. Bobong, dodang, buvlaring ham, xolang, tog'alaring shunchalik uzoq kutganmizki, ich-ichimizga baxtimiz sig'mayapti. Xudo xohlasa tadbirimiz chiroyli o'tsin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Birinchi jiyanimizning katta to'yi. Juda ham hayajondamiz. Поздравляю тебя со свадьбой. Я все еще помню, когда я была маленькой, мне было скучно, ты спал, и я изрисовала красками мамиными все твое лицо. Мне было очень весело. Очень жаль, что сейчас я этого не смогу сделать, потому что твоя жена меня убьет. Харда, вот так, в таком тоне я разговариваю, то что прически с джиннича, что-то очкарик болла yo'xshag'osiz, серьезный боллага эмас, просто я всегда так разговариваю. Он, если даже увидит это интервью, он не скажет: "Ой, Farangiz bunaqa qilib gapirdi", он скажет: "Yaxshi gapiribdi, undan battar gapirmabdi", он скажет. Хорошо о нем сказать? А что о нем хорошего говорить? А? Веселее? Ой, ты же веселый парень. Да? Да. Можете добавлять, никто не поругает меня. И вас никто не поругает, никто не скажет: "G'alati gaplarni qo'sh deysiz, у нас не такая семья". А братья? Что, рассказать, что он кушать любит? Какие у него черты характера? Он очень на маму похож. Он очень эмоциональный. Я даже иногда спокойнее, чем мой брат. Мы очень долго ждали этого дня. Мы очень рады, счастливы. Наконец-то впервые в жизни ты наденешь нормальный костюм, который мне понравился. Вот этот костюм реально мне понравился. Он очень красивый, он очень тебе подходит. Я очень рада, что... И внешний вид очень приличный, мне он очень нравится. Вот ходил бы ты всегда с такой прической, я вообще была бы рада, искренне. Я на самом деле люблю своего брата, он очень хороший. Он нетерпеливый, но у него хороший характер. Он, как другие, не будет там ругаться сразу еще. Он умеет рационально мыслить, логически. Он очень умный, да. Будущий Илон Маск. Русскоязычная. Мне тоже выражаться на русском. Silasam, shu boshqa odamga aylanadi. Hamma sen qoldirgandik mana bunaqa qilib. Mana любой odam sochini bundoq kekislab, Любой odam o'ziga qarab o'tiradi. bir xil облизанный bo'lib qoladi, aytganingiz primoysi. Qiymatli olmagan. Men o'shaning uchun o'chirib qo'yaman telefonni. Ayni boya taksida kesib bo'ladi. Где-то там они. Nega kelishdi? Turkistonda. Hozir yana Turgan turamiz. Juda bo'lmasa yuramiz biz. Keyin yuradi ko'ylak tiktirgan. Qudratilla nevaram bilan Mohinur xon qizimni yo'llari ochiq bo'lsin. Bugungi
baxt to'ylari chiroyli o'tsin, hayot yo'li ochiq bo'lsin. Mana shu Toshkent shahridagi, O'zbekistonimizdagi eng namunali oilalardan bo'lsin. Bir-birini hurmatini joyiga qo'ysin, eng baxtli insonlardan bo'lsin. Hammamizga farzand kamolini, farzand baxtini ko'rish baxti nasib etsin. Qizim Mashhuraxon va Rahmatilla kuyovimning xonadonida doim to'yga ulansin, baxtli kunlar ko'p bo'lsin. Kelasi yil shu paytlar beshik to'yi tashvishida yuraylik. Yoshlarimizning yo'llari ochiq bo'lsin. Как оплачивать, да? Bundoq ushlab oling, qo'l. Mana bundoq qiling. Ne, bo'ldi. Ikkita qo'lingizni. Na bo'ldi, bunisini ushlang. Ha, bu yoq oching. Mana menga qarab turinglar. 1, 2, 3. Kameraga 1, 2, 3. Oyisiz? Onaga qarab turing, onaga. Onajon menga qarab turing. Ha, kichkina qizingizga qarab qo'ying bitta. Kattasiga. Ha, qaranglar oyijon. Hammamizga qaradilar. Onam har to'y bo'lganlarida yoshab ketadilar. Ko'p to'y qilaylik-da. To'ylarimiz ko'p bo'lsin. Bu birinchi to'ylarimiz. Yaxshi, endi bitta qo'yish. Yana bitta. Zo'r. 1, 2, 3. Yetti. Menga. Men bo'y balandman ismim. Yo'q, akam. 1, 2, 3. Mana men eng baland uydaman. Qarangiz bitta o'qib qo'ya qolinglar, mayingizda. Qarangiz xursand bo'lsin. Endi kuyovni Bugun kichkinasi. bugun kuyovni o'tamiz. Oxirgisi. Bunga oyingizga ham bunaqa qo'ying, ha? Qudratullaga qarab qo'yinglar. Oyijonga qarang. Singizga ham qarab qo'yinglar. Qudrat ехидный взгляд. Endi Qudratiga kim o'tsa beradi. Qarangiz. Menga qaranglar kameraga. Еще раз. Oxirgisi. Zo'r. Nereye? Zo'r. Suyanib qo'yasizmi? Oyijonga bundoq qarab, peshanalarni olib qo'ying. Ideal. Zo'r. Bitta boshqa emas. Qaranglar. Qo'ldan sho'ring, qo'lingizni. Oyog'ingiz menga berasiz. Ayshi zo'r. Menga. Iltimos, menga qaranglar. Yoshlar. 1, 2, 3 menga. 1, 2, 3. Keling, siz qo'lini oling. Menga qarang, iltimos. 1, 2, 3 kameraga menga. 1, 2, 3. Oxirgisi. 1, 2, 3. Taqishganlar, nima Sir bo'ldi. To'shab qo'ydim. Kameraga. Bo'ldi, tabriklar bo'ldi. Cho'lar, beraman, avishni. Oxirgisi bo'lsa, ana oxirgisi bo'ladi. Baxtli bo'lib hisob qo'yadi. Ma'qul narsa. Menga qaraysiz, iltimos. Да, где ваши? Aka, bu yoqqa qaraysiz. Bunisiga. 1, 2, 3. Menga 1, 2, 3. Rahmat. Polis pastda bo'lsin. Polis pastda bo'lsin. Kasbni sal to'g'ri olsin. Qotib ko'tarib ketasiz. Ma'qulmi, qo'y. Kasbni. Kameraga 1, 2, 3. Yana bitta menga. Zo'r. Bitta tabrikab qo'yasizmi? Ikkita qo'l bilan quchoqladi. Abishni. Просто gapirayotgandek qilib. Просто abishni tabrikab. Quchoqlar tabrikab qo'y. Da, o'tadi. Zo'r. Yaxshi, endi ikkita qo'l bilan ushlab turinglar. Menga qarab. Kameraga 1, 2, 3. Kameraga qudratinglar. Zo'r. Bizneski bo'ldi.
Xo'p. Bo'ldi уже. To'ydagi jo'rasin. Bo'ldi-ku, bugun o'tadi. Men telefonga. Oh, angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be miles up. When I was a river dried up, you came to rain and flood. Got me feeling drunk and high, so high, so high. Oh, I'm feeling drunk and high, so high, so high. Angels sent from up above. I feel your coursing through my blood. Life is a dream, your love's about to make the stars come out. Got me feeling drunk and high, so high, so high. Oh,
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizlarmi? To'ylar muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar, qadamlar hasanat. Yoshlarimiz baxtli bo'lsinlar. O'zlarining ko'paysin. Amin, alhamdulillah, robbil alamin. Adam adamının mava havanın yollarını versin. O'zlaringizdan ko'payib, baxtli bo'ling. Ilohim shu qizimiz uyingizda shu o'z farzandiday bo'lib o'ssin. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashmoq nasib etsin. Bolalarim, omon shu salomat yuringlar. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashmoq nasib etsin. Shu yerda qatnashayotgan yaxshi tilaklaringiz bilan ishtirok qilayotgan, to'yda o'zlaringiz shu xizmat qilayotganlarning hammasining uylarida yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Bizlar shu tilakdosh bo'lib yuravermak nasib qilsin. Salomatlik bo'lsin. Amin. Baxtli bo'linglar. Amin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Birlik, chibirlik, doim shu katta to'yinda o'tirgan ekanmiz, shular 2 yosh baxtli bo'lsin. Bizlardan ko'paysin. Hamisha yaxshi kunlarga borib kelish bizga nasib hammamiz. Xudo hamma yo'llar Xudo. Zaman çarpış gereksiz, kendi elinizde. O'zlaridan ko'paysin, mumkin o'ssin, xonadonga yaxshi bir qiz bo'lib oila kuyov muborak bo'lsin. Xudoga kelin muborak bo'lsin. Hammamiz sog' salomat shunday kunlarda ko'rishavergaymiz. Baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Ana hoşam geldi.
Тебе спасена, когда нарядно. Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем. O'sha Wi-Fi kanaliga chiqqan bo'lamisiz? Avtograf qo'yib bering. Yaxshi. O'zda tashasiz-ku? Men qo'limni tekkan go'shtlarni eslaman. Yo'q, xudoda. Знаешь, что он делает? Kelishinglar. Qani? Ketdi. Zo'r berar ekan. Hoppa! Birinchi marta dedi. Sino, твой черед. Будем жестче. 27 ga kirgan qo'llar, davay. Chap qo'l bilan. Yo'q, yepagandan. Давай. Bagarma. Yaxshi. Ketdi, bola ko'raman. Qo'yinglar qarashib. Bittasi yo'qdimi? Ha, ne beradi? Ozgina xudib olaman. Ketib qolmang, mana. Shunisiga harakatmi? Ha, aylanamiz. Подожди, буду брать. Спокойно всех. Давайте. Ротаем. Ребята, Ketdi. давай, в очередь. Пошли. Kafitan beradi. Я так еще другу остался. Kafitan beradi. Bola tez kelamiz, aylashga chiqamiz. Главное быть хотя бы четвертым, потом, не восьмым. Uylanmaganlar ham qolsin, ey. Uylanmaganlar chiqasan. Вот. Я сейчас как будто бы сцену откуда-то посмотрел. Конечно, что надо это делать. Ishlamaganni cho'ksiz. А что, кусать надо? Конечно, да. Куси его. Откуси. А что ты начинаешь ногами? Вот такого у тебя больше не будет. Да, ты так он странный ход. Бери, что вам? Эй, спреконтроль ушатаман. Чуть-чуть mayın kudar, islar, trenirovkalar. Aslayıp oturgan, men unga ko'rmayapman. Только не урони, пожалуйста. Boshdan. So'radi sen. Boshdan. Gabarit qanaqa beryapsiz? Next. Keyin начало посмотрим. Пробка qilmaymiz. Boshqa probka. Moh. Qum qalaq berdi. Kudan shuni chiqardi. Vaqt bo'lsa. Ha, qani yengil olsin. To'pragiga mana bu. Yaxshi odam bu. Yaxshi. А что, все, больше никто? Da qani shuncha odam bor edi. Bor. Adam kopiydi, да, просто? O'rniga. Oshib qolmas. Uchinchisi halol. Кстати, во второй раз он точно знает, как включить куда. Yana bitta mumkin. To'rtta. Ketdi. Assalomu alaykum. Hamma narsa bo'ldimi, bolalar?
To'ylar ham zo'r bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsinlar. Xudoyim shu ikkovidan uzoq umr, baxt-saodat, yaxshi kunlardan o'tirmoq bizga nasib etsin. Xorazmdan kelganmiz, Qoraqalpoqdan kelgan doisi bizlar shu. Ulqon og'a, eng kattalari bizlar. Xudoyim balam shu qizimiz men baxtli bo'l. Baxting bilan taxting bo'lsin. Xudoyim shu otang, bobonglarga hammasini xizmati buyursin. Jo'ralarimizga, hammangizga Xudoyim baxtli oilalardan birimiz bo'laverin. Ahmadchi. Ayt Ahmadchi. Buni bo'lsinlar, ana shu qizimiz bor qo'ylarning farzandlari buni bo'lsin, ta'mirta yasin, o'zlarining ko'paysin. Shu tibingiz bir, shag'ingiz ming bo'lsin. Amin. Baxtli bo'lsin. Yo'llaringiz bo'lsin. Yo'llaringiz bo'lsin. Yaxshimsan bola. Baxtli bo'ling, baxtli bo'linglar. Shu xonadonda hamisha to'ylar bo'lsin, qizimiz baxtli bo'lsin, borgan yerida ibrli chibrli bo'lsin. Xudog'ayga kelin muborak bo'lsin. Kelinime kuyov muborak bo'lsin bizlarga, qarindosh urug'larga. O'zlaridan ko'paysin, baxtli saodatli bo'lsin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Hamisha shu xonadonga to'y deb keling. Yuzda quvonch, dilda ishonch, yaxshi niyat ila qo'lingni och. Abadiy muhabbat hadya etsin dildoshim. Yuzda kunlar, nurli kunlar, hamrohingiz bo'lsin baxtli tunlar. Hech qachon go'zallik tark etmasin sirdoshim. Kuyov va kelinchak, baxt bo'lsin belanchak. Baxtingizga hech ham ko'z tegmasin kuyov kelinchak. Baxtingizdan tarasin ishq nafasi, ko'rganlarni kelsin sizga havasi. Mangu birga bo'ling, baxtli yuring, nurga to'lsin muhabbat. Dunyo kunlar, nurli yo'llar, shirin baxtga yetkazsin manzillar. Amin. Allohim shu farzandimizni, farzandlarimizga uzoq umr bergin, sog'lik, salomatlik bergin. Qo'shqani bilan qo'sha qolsin, vali-juvali bo'lsin. Sog' salomat yursinlar. Baxtini bersin, qo'sha qarsinlar. Amin. Allohu akbar. Baxtli bo'l. Yo'llaringiz bo'lsin, baxtli bo'linglar. Ko'ngillar band, shodu xursand, hadya etsin Tangrim shirin farzand. Yuzingizdagi go'zal yog'du hech ketmasin. Kuyov va kelinchak, baxt bo'lsin belanchak. Baxtingizga hech ham ko'z tegmasin kuyov kelinchak. Baxtingizdan tarasin ishq nafasi, ko'rganlarni kelsin sizga havasi. Mangu birga bo'ling, baxtli yuring, nurga to'lsin muhabbat.
inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. In these moments of madness and helplessness, in these hours of darkness and loneliness, I still see the light in you. I still see it shining. What more can I do? No one ever sees this side of you. In all your little lies, I know there's truth. And all these foolish things you do when you ask me to leave, and I fall to my knees and I'm begging you, please. What more can I do? No one ever sees this side of you. Maybe it's not right, but it's still true. And all the foolish things you do, I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. Is it ever too late? Has it been too long to swallow your pride and admit that you were wrong? Is it ever enough? Oh, when you ask me to leave and I fall to my knees and I'm begging you, please. What more can I do? No one ever sees this side of you. In all your little lies, I know. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power, alone in the dark. We're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder, but if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say prayers from underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. All the faces we've forgotten, all the tracks we've given up, only saw you for a moment. No, it was nowhere near enough, but I take it as it comes. I take it as I only can. I take it all and run where it goes. Cause this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say prayers from underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too.